Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugundan Kali Linux haqida darslarni boshlaymiz. Mana image'ga kirsak, Kali Linuxni rasmlari chiqib keladi. Ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik ishlatayotgandir. Biz darslarni bugundan boshlaymiz. Yo'ldan kirib kelayotganlar biz bilan birga bajarishsa ancha tushunarli bo'ladi deb umid qilamiz. Birinchi, Kali Linuxni ozgincha bilib olishimiz kerak. Bu kiberxavfsizlik mutaxassislari, etik xakerlar, tizim administratorlari uchun maxsus ishlab chiqilgan Debian asosidagi operatsion tizim hisoblanadi. Tushunarli. Demak, undan operatsion administratorlar, xakerlar ham, kiberxavfsizlik mutaxassislari foydalanadi. Bunda 600 dan ortiq o'sha xavfsizlikni tekshirish uchun asboblar paneli mavjud. Bu butunlay bepul hisoblanadi. Shuning uchun hozir biz o'rnatishni boshlashimiz kerak. Uning uchun biz VirtualBox'ni o'rnatamiz birinchi. Demak, biz kompyuterga birdan Kali Linux'ni o'rnatmaymiz. Agar Windows'ingiz bo'lsa, demak biz VirtualBox degan kompyuteringiz ichida yana boshqa operatsion tizimlarni o'rnatish tizimi hisoblanadi. Kali Linux ana shu VirtualBox'ning ichida ishlaydi, tushunarli. Mana kiramiz, mana VirtualBox deb yozdim. Mana saytga kiramiz. Mana download turibdi. Bizga mousini chiqarib bersa kerak. Mana bosamiz. Birinchisini bosishimiz kerak. Bu qanaqadir tool ekan. Mana saqlanishni bosamiz. Mana skachat qilib boshlayapti. 170 megabayt ekan. Mana skachat qildik. Endi buni ishga tushirishdan oldin birdan Kali Linuxni ham skachat qilib turishimiz kerak, chunki kattaroq sig'imi. Buning uchun mana Kali Linux deb yozamiz. Mana sayt chiqadi. Bosamiz saytiga. Mana download turibdi. Tushunarli? Bitta bosamiz. Mana endi qarang. Mana shu yerga e'tibor qaratish kerak. Kali Linux nima uchun deyapti? Tushunarli? Mobilemi, virtual machine uchunmi, cloud uchunmi, OSL, Livebot uchunmi? Xullas bizda nima kerak? Virtual machine. Bosamiz. Mana endi qaysi biri uchun kerak deyapti. Demak, biz VirtualBox'ni o'rnatdik. Shu uchun kerak. Ichiga kiramiz. Mana so'rayapti. Demak, saqlanib qilamiz. Mana 36 gigabayt ekan, tushunarli? Ungacha biz VirtualBox'ni ochamiz. Da ne chiqdi? Da bosdim, sizlar ko'rmagan bo'lsa. Demak, dali o'rnatamiz endi buni. Xo'p. Dali. Da. Zapishtir deyapti. Zaverishni qilamiz da. Mana sizga VirtualBox. Mana hozircha bu turadi. Endi skachat bo'lishini kutamiz. Tushunarli? Yuklab oldik. Endi bunga kiramiz papkaga. Papkani arxivdan chiqaramiz. O'ng tugmani bosamiz. Isolate pc yoki WinRAR bo'lsa, WinRARdan extract files bo'ladi. Okey. Bo'ldi. Endi mana kiramiz papkaga. Mana turibdi. Bizda nima kerak? VirtualBox, to'g'rimi? 2 marta bosamiz ustiga. Mana bizga tayyor chiqib keldi. Nastroyka qilingan hamma narsasi. Shuni tayyor yuklab oldik. Mana operativkaga 2 gigabayt ajratilgan bo'lishi kerak. Uning uchun o'ng tugmani bosib nastroyni bossak, mana 2048 ajratilgan. Hamma narsa nastroykalari bo'lgan. Tushunarli? Va biz zapustit qilamiz. Mana bizga Kali Linux oynasi ochildi. Tabriklayman. Kali yozasiz, tushunarli? Login ham, parol ham Kali bo'ladi. Loginni bosamiz. Mana ochildi. Kali Linuxni o'rnatdik mana. Kali Linux juda kuchli tizim hisoblanadi. Uni o'rganish, himoya qilish mana shunaqa laboratoriya muhitida alohida mana shu VirtualBox shunaqa tizimlarda ishlatish yaxshi bo'ladi.